Birinchi ishlab chiqarilgan motor qanchalik kuchli edi? Atigi 1 silindrli, 0.75 ot kuchiga ega, 954 sm3 hajmli dvigatel. 1886-yilda Karl Benz yaratgan patent motor Wagen odamlar tomonidan jiddiy qabul qilinmadi. Ammo 1888-yilda uning rafiqasi Berta Benz tarixdagi ilk uzoq avtomobil safarini yashirincha amalga oshirdi. Mashina 19 km tezlikda, 106 km yo'lni bosib o'tdi. Yo'lda yonilg'i uchun dorixonadan Ligroing sotib oldi. Tormozlarni esa poyabzal ustaxonasida ta'mirladi. Bu voqea ichki yonuv dvigateli kelajagi borligini isbotladi. Birinchi ishlab chiqarilgan motor qanchalik kuchli edi? Atigi 1 silindrli, 0.75 ot kuchiga ega, 954 sm3 hajmli dvigatel. 1886-yilda Karl Benz yaratgan patent motor Wagen odamlar tomonidan jiddiy qabul qilinmadi. Ammo 1888-yilda uning rafiqasi Berta Benz tarixdagi ilk uzoq avtomobil safarini yashirincha amalga oshirdi. Mashina 19 km tezlikda, 106 km yo'lni bosib o'tdi. Yo'lda yonilg'i uchun dorixonadan Ligroing sotib oldi. Tormozlarni esa poyabzal ustaxonasida ta'mirladi. Bu voqea ichki yonuv dvigateli kelajagi borligini isbotladi.